Abbosbek Fayzullayevni tezkor harakatlari raqib himoyachilarini sarosimga solib qo'ydi. Rahmat katta muhtaram. Eldor Shomurodov, Jamoliddin Masharif o'yinchilarimiz butun jamoa ortidan ergashtirib o'yin ruhini belgilab berdi. Rahmat. Albatta Timur Takirovich, sizga ham alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Timur, hozir bitta gapni men aytaman, farmonga qo'l qo'yaman. Butun o'zingiz bosh jamoaga O'zbekiston iftixori unvoni beraman. Rahmat kattakon muhtaram prezident. Boshimiz osmonga yetdi. Timur, ikkita uchta ballarga so'z ber. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim. Sizni tabriklaymiz mana shu tarixiy natija bilan. Rahmat, qahramonlik uchun rahmat bolam. Rahmat kattakon. Juda ham xursand bo'ldik mana shu tabriklarni eshitib, hozirgi unvonlarni eshitib. Boshimiz osmonga yetdi. Rahmat kattakon sizga. Duolaringiz bilan mana shu tarixga erishdik. Hurmatli mana shu bugun telefonda ota-onalaringizga meni nomimdan rahmat. Mana shunday farzand o'stirganlarga, hammalaringga, ota-onalaringga prezident rahmat deb aytadi va hamma komandaga aytgan. Albatta. Rahmat kattakon. Hurmatli prezident, assalomu alaykum.